Seni sayda aylagan Gülli kızlar jamoli Dugosh. Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dugonam qani? Xotinimmi? Ha. Onasiga ketyapti. Nima? Ha, kelancha yuring gaplashib o'tiramiz. Mayli. Quloqlar Kelib yaxshi qilibsiz-da. Mana choy. Rahmat. Bu so'ragani ayb yo'q. Nimalarga qiziqasiz? Mushukchalarga qiziqaman. Mushukchalar. Nima qilibsiz? Hazillashaman. Yana nimalarga qiziqasiz? Shu desangiz, o'tlarni yaxshi ko'raman. O't. Cho'lda 100 ta o'tim bor. Usta. Ha. Bittasini nechga bering? Bu o'zim minsangiz bo'ling. Hazillashdim. Muskapak. Hey! Ha, Ismat, nimaga kelding? Gugurt so'rashga kelgandim. Gugurt? Ha. Uyda gugurt olmaganda oshxonangizdami? Mana qara Ismat, to'g'risini ayt, nimaga kelding? Ana qizga. qarolmaydi Mana uyima kelgan odam bilan sen nima ishing bor kimligiga? Ha, press so'radim-da. Chiq ket. Chiq gugurt yo'q, ket. Ona. Ket. Ayol ko'rasang, men ham uyim odam keladi. Dugonam qachon keladi? Keladi hozir, siqilman qan. Mana qarang qan. Nechinchi yilsiz? Nima qilasiz ilmni bilib? quloqlar Olsun. Hey! Ostafdan qan yana o'g'ay odam keldi. Qara Ismat, nimaga keldingiz? Qarang, sizjon mahalladan kam ta'minlanan oilalarga yordam puli berilyapti. Bizdan yeminni sizni tanladik. Ama oldingi safar bir oy yugurdim, men bermadingiz-ku. Ayni shu kuni to'g'ri kelgan ekanda. To'g'risini ayting, nimaga keldingiz? Ana kim? Ha? Ana qiz kim? Sani. Nima ishing bor? Men ketdim, keyingi safar kelarman. O'tirvering, kelaydi. Ketdim, mayli. 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 Sog'. Nima ish edi salla?